Döşemizi davamlaştırmıyoruz, hürmetli vatandaşım. Amerika matbuatı, Cungo hissiyat cihette Osama Bin Laden'ga qarzdar bolup kaldı. Mavzulu haber. 3. ayının 15. günü Dovitor beti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Mavzulu haber, Amerika matbuatı Cungo hissiyat cihette Osama Bin Laden qarzdar bolup kaldı dedi. Geçirinler. Mavzulu haber 3. ayının 15. günü Dovitor beti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Amerika ile Cungo'nun elişi devamlı yukarı örülmekte. El kılgıç basqoç çekilsile partlaydıgan bir halga kelip kaldı. Amerika ile Cungo'nun elişi devamlı yukarı örülmekte. El kılgıç basqoç çekilsile partlaydıgan bir halga kelip kaldı. Amerika matbuatı mındak görsetti. 11. sentabr vakası Cungo'nun baş götürüşüge kımmetlik 10 yıldak vaqt yartibadi. Belki Amerika hatalık üstüge hatalık sadır kılıp, nişanның orbitinden çıkıp bitip, Cungo'ga paydalanış yartibadi. Paydalanış pürüsti yartibadi. Amerika Qo'shma Shtatlar nashr qilingan davlat manfaati jurnali 3. ayının 14. günü 11. sentabr vakası Cungo'ni Amerika bilen doilg'i chiqishdan saqlab qoldi. Mavzuliq maqola e'lon qilib, maqola mundaq ko'rsatildi. 15 yil burun yuz bergan 11. sentabr vakası Amerika va O'rta Sharq dunyoda yana boshqa davlatlarga intayin chonqur ko'rsatdi. Bunun içindeki bir devlet elbette Cungo'dur. 11. sentabr vakasının yüz berişi Cungo'nun baş götürüşüge zor koç yetkizip berdi. Bu vaka Cungo'ga Amerika'nın besimidin qutuluşdan fırsatını yartıp berdi. 11. sentabr vakası yüz berişten burun Amerika Cungo münasibeti Haynandav asmınıda yüz bergen vaka tüpeyli qatmal holatga tushib qolgan. Şu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti George W. Bush sobiq prezident, avvalgi sobiq prezident George H. Bushning siyosatiga varis qilib, Tayvanga zo'r ko'lamda qurol setib berishni qaror qilganda, Cungo bunda qarorga qattiq qarshiligini, noroziligini ifodalagan edi. Cungo'nun Asiyada en zor iqtisodiy harbiy kuch davlati bo'lishiga ergishib, Cungo navbatda Amerika bilan qarshilashadigan yo'lga qarab mangdi. Cungo navbatda Amerika bilan qarshilashadigan yo'lga qarab mangdi. Amerika bilan Cungo'nun hal qilg'uch qarshilashish davri chekilsala portlaydigan bir holga kelib qoldi. Lekin inkar qilg'ili bo'lmaydigan bir taraf shu ediki, deyildi maqolada. Shu vaqtki Cungo bexatarlik raqobatida Amerika bilan hargiz qarshilasha olmaydi. 10 yil burun Cungo bexatarlik masalasi bo'yicha Amerika bilan hargiz qarshilasha olmaydi. Uning iqtisodiy texi bosh ko'tarmagan edi. Harbiy ishlar jihatda ajallik raketami yasab chiqolmagan. Su astı parxodu mu yasab çıkalmagan. Kumandanlık sistemisi aralashishga qarshi turish, qo'rishash A2, AD qatorliq texnikalarmi hazırlanmagan. Şunu Cungo Amerika bilan raqobatlashishga tayyorlanib bo'lolmagan chaqlar edi. Bundan 10 yil burun. Nurg'unlagan Cungolik elchilar Amerikani ziyorat qilib, Amerikani pəpilib, yoshiron to'qinishning yuz berishini to'sib qolmoqchi bo'ldi. Amerika Cungo munosabati shundoq jiddiylashgan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlari faraz qilinmagan terroristlik hujumiga uchrab, Cungoga Amerikani qo'g'lab yetishib oladigan vaqt va fursat yaratib berdi. Demak, bu fursatni Amerikaga hujum qilgan terroristlar Cungo'ga yaratib berdi. Davomini anglaysizlar vatandoshim.